Janoza. Kino olamida bugun og'ir judolik. Afsuski, taniqli aktyor bugun vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Niqob filmi antagonisti vafot etdi. Amerikalik aktyor Niqob va jinoiy asar filmlaridagi rollari bilan tanilgan Peter Green 60 yoshida Nyu-Yorkda vafot etdi. Aktyor o'z uyidan o'lik holda topilgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, o'lim zo'ravonlik bilan bog'liq emas. Aktyor menejerning aytishicha, 2026-yil yanvarda Green yangi loyiha ustida ishlashni rejalashtirgan edi, deyiladi xabarda.